Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Mana bugungi sana 2026-yilning 10-aprel sanasida video qilyapmiz. Bahor ham kirib kelgan. Daraxtlardan bilsangiz bo'ladi, yam-yashil tusga kirgan barcha daraxtlarimiz. Mana bugun chiqaradigan videomiz Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari yordamida o'zining uyidan chiqqan mol, qo'y go'nglarini qayta ishlab, biomasga aylantirib, undan yaxshigina daromad olish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz uchun hozirgi kundagi chuvalchanglarimizni holatini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yaqinda oziqa beruvdik. Oziqalarga yaxshi o'tib olgan. Ko'rib turibsiz, dishlik holatini juda yaxshi holatda. Bu biznes qanday biznes desa, oddiy mol, qo'y go'nglarni qayta ishlab, shu biomasga aylangandan keyin biomaslarni shu ko'rib turibsiz, daraxtlar, shu o'simlik dunyosi borki, barchasiga biomas so'sa natijasi juda yaxshi bo'ladi. Ildizni olib ketish uchun ham, pomidor bodringlarga soladigan bo'lsa, hosildorligini 1,5-2 barobarga oshirish uchun ham shu biomaslardan foydalangan dehqon aka-ukalarimiz natijalarni ko'rib turibdi. Tuxumlarni qo'yib tashlagan. Hozirgi kunda 1 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarimiz 1 million so'mdan 2 banan kirib hisobida juda zich holatda Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari solinadi. Hozirgi kunda shu dehqon aka-ukalarimiz ham ko'plab Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari olyapti. Sababi o'zining uyidan chiqqan mol, qo'y go'nglaridan foydalanib, o'zining issiqxonasi bordir, agoroti bordir. Shularga biomaslardan foydalanish uchun chuvalchanglarimizdan olib foydalanmoqda. Chuvalchanglarimiz ishligini o'zingiz ko'rib turibsiz. Juda zich holatda bo'lgan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari. Buni yanada zichlashtirish usulidan foydalangan holatida yetkazib berishlarni amalga oshiramiz. Xudo xohlasa, o'sha ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hozir chuvalchanglarni boqish uchun ayni vaqti hozir hisoblanadi. Chunki kunlar ham juda issiq emas, salqinroq. Chuvalchanglarni masalan yangi go'ngga tashlasangiz, masalan bahor faslida tashlasangiz, kuz faslida tashlasangiz, bahor faslida biomasga aylantirib beradi chuvalchanglarimiz. Biomasni 6 oydan 1 yilgacha turgani
juda foydali begim hisoblanadi, chunki uni ichida begona o'tlar qolmaydi, hammasi chirib, cho'lchanglarga oziq bo'lib ketadi. Shunday. Cho'lchanglarning zishligini bir qator sizga ukalarimiz ko'rsatib o'tdim. Zishligi juda a'lo darajada. Viloyat bo'ylab dastavkalarimiz bor.